Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, bizni YouTube kanalida, Instagramda kuzatuvchilar, hammalarga assalomu alaykum. Akalar e'tiboringlar markazida mana Cherry 7 Pro i Jetower X70 Plus'larda Hasan Husanni ko'rsataman, videoda oxirigacha ko'rasizlar. Xo'p, birinchi mashinamizni Cherry 7 Pro dan boshlaylik. Operator olib kelgan videoda mashinamiz 2023-yil. Atigi 41 ming yurgan mashina, holati o'ta ham a'lo darajada yangi mashina. Marhamat, yonboshlarini ham ko'rsating. 4 ta yumshoq baloni bor. Cherry 7 Tiggo minaman deganlarga marhamat, qora bayridan kelib qoldi. Mana mashinamiz eng fulli. Mashinamizga qo'yilgan narsalari ikkita mana yaxshi podnoshga qo'yilgan, 4 ta yumshoq balon qadalgan и oxirgi avlod propan gazam ustanovka bo'lgan. Salonlarini ham ko'rsating. Mana ojinli salonlari, hamma narsasi joyida. Mana mashina hidi ketmagan mashina, minishga tayyor, xudo xolisi. Bu ham juda bir ommaga kirdi hozir Cherry Tiggo 7 Pro. Mana. Mana. Ko'ringlar. Bu mashinamizni narxini oxirida aytamiz. Xo'p, bu mashinamiz xudo xolisa sotuvga tayyor, barter, xullas 50% pulni bersa, bankam qilib bersa bo'laveradi. Xo'p, bu mashinamiz Jetower X70 Plus. Bunisi bu dubayskiy varianti bu. Bu aziyatskiy variant ekan, kechirasizlar. Qora salon. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. Jetowerlarimiz ikkovi ham probegi ostanalaridan olib kelib qo'yganmiz. Mana 2023-yil 22 ming probegda. 7 o'rindiqli mashina minaman deganlarga marhamat, qop-qora. Bu mashinamizga ham qilingan ishlari lidar qo'yilgan, obmanka bo'lsa ham mana. Bunga ham podnoshga qo'yilgan, mana o'ziga yarashgan. Mana holati zo'r, 4 ta yangi yumshoq baloni bor. Atigi 22 ming yurgan mashina. Xo'p, 23-yil. Marhamat, ko'ringlar. Minishga tayyor, xudo xolisa. Bu mashinamizni 20.800 dollarga berib yuboramiz. Bu mashinamizni Devo mashinalarga barter qilamiz. 7-8 ming puli bolalarga 1 yildan 5 yilgacha bankam qilib bersak bo'ladi. O'zbekistonning hamma viloyatiga dostavka qilib yetkazib bersak ham bo'ladi. Marhamat, ko'ringlar. Keyingisi Jetower X70 Plus'ni dubayskiy varianti. Buni ham holati zo'r. Bunda ham hech qanaqa sarapina, pitno, rishtopkalar yo'q. 31 ming yurgan xolos bu mashina. Bu ham qop-qora. Bu mashinamiz ham sotuvda. Salonlarini ko'rsating, bu qizil salon. Krugovoy tonirovkasiga ruxsatnomalari bor. Holati yaxshi buni. Ikkovi ham 1.6 motorli bo'ladi. Hozir narxlari ancha arzon bo'ldi. Bularni ham davrida xo'p 38 ming, 39 ming dollargacha olib minishgan. Bular ham atiga 30 ming yurgan svejiy mashinalar. Buni ham bemalol minib, ko'rib, ustaga ko'rsatib, bemalol notariusda pul sanaladi, o'zimizning nomimizda qanaqa hujjat bo'lsa qilib beramiz. Bu mashinamizni ham 20.800 dollarga beramiz. Cherry 7 Tiggo 7 Pro'imizni xo'p 17 ming dollarga berib yuboramiz. Tayyor gazlari bilan ko'ringlar. Uchoq mashinamiz ham nalichida sotuvda. Xullas aloqaga chiqinglar. Qanaqa yo'li bo'lsa, xudo xolisa bitkazamiz.
Mega Avto 70-70 xizmatinglarni bizni kuzatishda davom etinglar. Xullas mashinalarni chamanlarini, zo'llarini qo'yishda davom etamiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Mashinalarimiz yoqqan bo'lsa pastda nomer qoldiramiz. Yana xizmatlar bo'lsa aloqada bo'lamiz. Ko'rganda ko'rishguncha. Mana Andijonimizda ham mana yong'inlar yog'yapti. Shovullab, mayli yoqsin, yer to'ysin, yer to'ysa el to'yadi. Mana bu ham bitta baraka.